2026-yilning 15-yanvar kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida "Yiglagan yuraklar" serialining 4-qismi namoyish etiladi. Har bir yangi qism bilan bu asar an'analarga bo'ysunib, o'z his-tuyg'ularini ichiga yutishga majbur bo'lgan insonlar taqdirini yanada chuqurroq ochib beradi. Ushbu qismda qahramonlarning ichki kurashi ayniqsa seziladi. Ular jamiyat talablaridan chetga chiqmaslik uchun qo'rquvini, muhabbatini va og'riqlarini yashirishga majbur. Serial an'analarni keskin tanqid qilmaydi, ammo ularning soyasida qolib ketgan zaif yuraklar qanday azob chekishini aniq ko'rsatadi. Aktyorlarning tabiiy ijrosi, sukut va nigohlar orqali berilgan hissiyotlar voqealarga yanada ta'sirchanlik bag'ishlaydi. Har bir sahna tomoshabinni o'ylashga, his qilishga undaydi. 4-qism butun serialning ruhiy og'irligi va ijtimoiy ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Yiglagan yuraklar bu nafaqat dramatik voqea, balki jim yiglayotgan qalblar haqida chuqur va ta'sirli hikoya.